Taniqli xonanda Kaniza 40 yoshda. Afsuski, u vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Noodatiy qo'shiqlar va taxallusi bilan tanilgan xonanda Kaniza bu yil 40 yoshni qarshiladi. Asl ismi Shahrizoda Ahmedova bo'lgan Kaniza o'ziga buvisini ismini taxallus qilib tanlagan. Doim muhokamalar markazida bo'luvchi, ijtimoiy tarmoqlarni yondiruvchi xonandaning ijodi bugunga kelib biroz sokinlashgan. Kaniza haqida gap ketganda ko'pchilik kuzatuvchilar uni ochiq kiyimlariga tanqid, litsenziya muammosi va turli janjallar bilan yodga oladi deydi. Dunyodagi eng keksa ayol vafot etdi. Ginnesning rekordlar kitobiga dunyodagi eng keksa ayol sifatida kiritilgan braziliyalik Ina Kanaburi Lukas 116 yoshida vafot etdi deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.